Taxchilar qo'yayotganman tamam. Ha. Ha. Va gol. Açını. La gol solda. Bu qanday mumkin? Zo'r o'yinchi. Va Real Madrid to'pini olib qo'ydi va to'p kimda lekin bilmayman. Va olib qo'ydi yana boshqa qo'y. Va yana Real Madrid to'pini olib qo'ydi va Uglavoy zo'r imkoniyatlar edi. Ayniqsa Varadar qo'shgani nima uchun Varadar qo'shadi? Nima uchun yoqqa deb ketdi ayniqsa. Ikkinchi taymlar boshlangan. Bu yerda esa yutish kerak. Menimcha Real Madrid bugun yutadi va men uni komanda qiroliman. Real Madrid O'zbek Sila tar o'ynayaptimi bolalar? Sen nima uchun bo'ynadan beri gapirmadinglar desanglar? Chunki vaqtim bo'lmadi. Boshqa odamga tushuntirib turdim, gromka qo'ymasam va ha hozir deganim oyim chaqirib qoldi. Va bu men ham bir obuna bir klub ochay dedim. Real Madrid klubini ochdim. Keyin ketaverdim, zerikdim. Men ham YouTubechi bo'lgim keldi dedim. Hamma do'stim YouTubechi bo'ldi. Men ham YouTubechi bo'lgim keldi va kanal ochdim. Atiga 2 tagina obunachim bor va 6 ta like bor. Bolalar, like, podpiska bosinglar. Men ham katta bu YouTubechi bo'lgim keladi bolalar. Qaniydi men ham agar ota-onam qo'ysa YouTubechi bo'lishga gapsiz qo'ymaydilar. Lekin men ona otamni bir amallab ruxsat olib YouTubechi bo'lishga imkon qildim.
va YouTube kanali ochdim. 3 tagina shorts videom bor. Bilasanlar, bu yerda dada gidaman. Tak va gol emas. Nasib qilmagan ekan men kos olishimga. Tak kim la erkak. Ederson. Va 4-0 xuddi Barselona yutganday. Ya ha. Hali Minecraftdan video olaman bolalar. Sizlar bilan o'yinimiz tugadi. Hammaga xayr.